Misol uchun men mutaxassis sifatida oltin gurgut tavsiya qilmayman. Och qoringa berish kerak deydi. Och qoringa berish kerak. Och qoringa berish kerak-da. Och qoringa berilsa, buni effekti yaxshi bo'ladi. Buni bersang shunday bo'ladi, mol yaltiraydi, semiradi, haligi junlari tulashi yaxshi bo'ladi deydi. Foiz ko'tarilgan sari hajm kamayadi. To'g'ri, bir marta yoki ikki marta berganda hayvonni zaharlamaslik mumkin. O'zi oltin gurgut berish kerakmi yoki kerak emasmi? Ha, senlarda qurting ko'payib ketdi. Demak, oltin gurgut beraman. Ma. To'xta. O'zi hamma oltin gurgutni foyda deydi. Asli buni bersa foydami yoki foyda emasmi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz sizlarga juda ham bitta foydali video qilishni qaror qildik. Ya'ni oltin gurgut berish to'g'risida. Asli oltin gurgutni bersa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Balkim siz noto'g'ri berayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Noto'g'ri berib qo'ysangiz yoki ko'proq berib qo'ysangiz, buni oqibatlari qanday bo'ladi? Bugun sizlar bilan o'sha haqida gaplashamiz. Juda ko'p odamlar oltin gurgutni foyda tarafini aytadi, lekin zararli taraflarini sizlarga aytishmaydi. Bugun biz sizlarga boshidan oxirigacha oltin gurgutni zararlarini va foydalarini uni o'rniga nima bersa bo'ladi, ular haqida gaplashamiz. Agar kanalga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki bunaqangi foydali videolarni deyarli har kuni chiqarib boramiz. Va albatta chorvador do'stlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Ular ham bexabar qolib ketmasin. Bo'lmasa tayyor bo'lsalaring, biz videomizni boshladik. Oldiga paqir kelsa yeyman deyapti. Ishtahalari ham dahshat ekan-a. Oltin gurgut yeganidanmikan bu yo yemaganidanmikan? Jahongir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jamshid, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchilar hamda kanalimizga mehmon bo'lib zimdan pistirmadan kuzatuvchilar. Albatta. Jahongir aka, bugun juda ko'pchilikka oldin eskirgan, to'g'ri, mavzu hamma olib chiqqan, kimdir gapirgan, lekin bugun biz oltin gurgut ham foydasini, ham zararini gapirib o'tib ketsak. O'zi oltin gurgut berish kerakmi yoki kerak emasmi? Bersa qanday bersa bo'ladi? Bu tushuncha bor avvaldan. U ota-bobolarimiz qo'llab kelgan. Hozirgi chorvadorlarimiz hayvonni 10 ta, 15 ta, 20 tagacha hayvon boqadiganlar xo'jaliklarda bu narsa yo'lga qo'yilgan. Oltin gurgut. Buni chorvadorlarni o'zi tavsiya qilib, o'zi bir-biriga maslahat berib ishlatishyapti. Xo'p. To'g'ri, oltin gurgutni foyda hamda zararli tomonlari bor, Jamshidbek. Endi buni birinchi navbatda foyda tomoniga keladigan bo'lsak, oltin gurgut keratin, ya'ni pigmentlar almashinuvida terining elastikligini, junni, yungni yangilanishda, almashinishda yordam beradi bu. Nimaga unda dalalarga sochiladi, dalalarga qo'yiladi? Bu asli oltin gurgutning vazifasi hasharotlarga qarshi kurash vazifasini bajaradi. Qonunlarga, poliz mahsulotlariga, tarvuzlarga, poliz mahsulotlariga tashlanadigan narsa. Biz o'zimiz yoshligimizda ham qo'yib qo'yardik. Har 5 metrga, 10 metrga qovun ekkanimizda, tarvuz ekkanimizda qo'yib qo'yardik. Shira tushmasligini oldini olish maqsadida, hasharotlar zarar yetkazib qo'ymasligi uchun ishlatardik oltin gurgutni. Keyin bu sohaga kirib kelib, chorva sohasini haligi o'qib, o'rganib, eshitishimiz haligisida, keyin buni chorva hayvonlariga ham ishlatishini eshitdik. Keyin buni biz o'zimiz ham ishlatib ko'rmoqchi bo'ldik, qiziqdik. Keyin buni foyda hamda zararli tomonlarini o'rgandik. Xo'p. Surishtirdik ustozlardan, malakali uzoq yildagi haligi chorvadorlardan so'rasak, ular faqat yaxshi tomonini aytayapti. Faqat yaxshi tomonini aytayapti. Faqat yaxshi tomonni. Buni bersang shunday bo'ladi, mol yaltiraydi, semiradi, haligi junlari tulashi yaxshi bo'ladi deydi. To'g'ri, aytib o'tganimizdek, bu keratin almashinuvida, ya'ni terining elastikligini ta'minlovchi pigmentlar almashinuvida qatnashadi. Oltin gurgut. Hamda junlarini, yunglar almashinuvida yaxshilaydi. Keyin buni deydi, asosan deydi, chorvadorlar antigelmetik dori sifatida foydalanadi. Ya'ni haligi oshqozondagi, ichaklardagi jigar qurtlariga deydi, oldini oladi bu. Oldini oladi. O'sha qarshi kurashadi deb vaqti bilan yoki bo'lmasa doimiy o'sha ozuqa ratsioniga kiritib borishadi. Endi buni zararli tomon, foydasidan ko'ra zararli tomoni ko'proq, Jamshidbek. Uni oltin gurgut aytadigan bo'lsak, misol uchun men mutaxassis sifatida oltin gurgut tavsiya qilmayman. Meni tanigan, o'sha qayerga borsam, atrofimda yurganlar yoki kimnidir hayvoniga men boradigan bo'lsam, meni taniganlar biladi buni. Juda yaxshi.
mendan ham so'rashadi-da, yo ataylab so'rashadi, yo bilmay so'rashadi buni. Oltin gurgut bersam nima bo'ladi? O'zingiz mollaringiz bor, oltin gurgut berasizmi yo'qmi? Yo'q, men to'g'risi bu narsani tavsiya ham qilmayman, o'zim ham ishlatib ko'rmayman. Buni aytganimizdek, buni qishloq xo'jaliklarida ozuqa yetishtirish maqsadida ishlatgan ma'qulroq hayvonga nisbatan. Oltin gurgutni, xo'p. Buni zararli tomonlari birinchi navbatda toksik zarari bor. Ya'ni organizmni zaharlaydi. Bu o'zi aytganimizdek zahar-da bu. Hasharotlarni zaharlash uchun, o'ldirish uchun, shira tushishini oldini olish maqsadida ishlatiladigan narsa bu. O'shani hisobiga ichgandan keyin ham ichidagi parazitlar o'ladimi? Zaharligi uchun? Bu misol uchun organizmga berdingiz. To'g'ri, organizmga tushdi. O'sha yerdagi ichaklardagi, oshqozondagi gelmitlarga o'ldirishi mumkin. Gelmitlarga qarshi kurashish mumkin. Lekin bu ham qanchadir miqdori hazm bo'ladi-yu. Hazm bo'lib, bu qonga o'tadi. Bu zahar qonga o'tadi. Zahar keyin qonni jigarlar hamda buyraklar filtrlaydi-da. Jigarlar hamda buyraklar filtrlaydi. Xo'p. Natijada ularga yuklama tushadi. Haligi azart bilan ishlaydi, kuch bilan ishlaydi uni filtrlash uchun, qonni tozalash uchun deb o'zini faoliyatiga to'sqinlik qilib qolishi mumkin. Zahar. Endi kimdir chorvador akalarimiz oldindan berib kelaman, meni molimga hech narsa qilmaydi, bersam bo'laveradi deyishlari mumkin. Biz osmondan olib gapirganimiz yo'q yoki men gapirganim yo'q. Veterinarniy vrach Jahongir akani o'zlari o'sha o'qigan bilimlaridan, olgan bilimlaridan olib turib gapirishyapti. To'g'rimi Jahongir aka? Xuddi shunday. To'g'ri, bir marta yoki ikki marta berganda hayvonni zaharlamaslik mumkin. Hayvonda hech qanday bir o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Lekin bu kumulyativ xususiyatga ega, ya'ni to'planish xususiyatiga ega. Aytganimiz shu jigar filtrlayaptimi? O'sha toksinlardan qonni, har xil zararli moddalardan jigar filtrlayaptimi? Bu to'planadi. To'planib borib ma'lum bir darajaga yetib borganda keyin organizmga belgi berib qoladi. Tushunyapsizmi? Keyinchalik bilintiradi. Shuni hisobiga oltin gurgutni men tavsiya qilmayman. Buni yana bir haligi tomoni qo'lansa hidli bo'ladi bu. Hayvonda burun bo'shlig'iga, og'iz orqali buni burun nafas yo'liga ketib qolsa, hayvonda kuchli bezovtalanish hosil bo'ladi. Keyin haligi tirnalgan joyda bo'lishi mumkin, allergik ta'siri bor-da buni oltin gurgut. Allergik ta'siri bor. Tirnalgan, kesilgan joylari bo'lsa, oltin gurgut moddasi tegish natijasida o'sha yerga har xil narsalar toshishi mumkin. Allergik belgi berib qoladi. Hayvon kuchli bezovta bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, shuncha minuslarni aytdik. Xo'p, qarang, Jahongir aka. Buni o'rniga tinchgina o'sha ichidagi qurtiga nimaiki bo'ladigan bo'lsa, o'shanga biror narsa bormi? Undan mana bu zararli ekan, zararsiz. Hayvonga men buni o'rniga, misol uchun odamlar asosan buni antigelmitik dori sifatida foydalanadi-da. O'sha oshqozonida, ichaklarda jigar qurti, keyin o'sha maqsadda foydalanadi. Buni o'rniga men turli xildagi og'iz orqali ichiradigan yoki bo'lmasa inyeksiya orqali yoki bo'lmasa tabletka holatda beriladigan antigelmitik dori vositalari bor. Antigelmitik dori vositalari bor. Shuni ishlashni tavsiya qilaman. Chunki u sterilizatsiyadan o'tgan, sintezlangan, sterillangan, dorida qadoqlangan holatda, toza holatda chiqadi-da dorilar. Firma tomonidan. Endi 100% firmada ishlab chiqariladi, siz aytgandek nechtadir tekshiruvdan o'tadi. Davlat standartlariga talab javob beradigan darajada ishlab chiqariladi dori vositalari. Shuni hayvonlarga tavsiya qilaman. Endi qaysi, misol uchun qaymoq dori keladigan bo'lsa, turi ko'p-da, turli xil davlatniki, turli xil firmalarda dori firmalari bor. Dori turlari bor. Bulardan eng yaxshi men hozir tavsiya qiladiganim, biz o'zimiz ham ishlatib ko'ryapmiz. Qayerga borsak, mana shu 20 ta 30 ta mol boqadigan chorvachilik haligi xonadonlari bo'ladimi, fermer xo'jaliklar bo'ladimi? Shu dorini tavsiya qilyapmiz. Albendazol? Albendazol. Bu suspenziya, og'iz orqali ichiriladigan 10%li. Buni endi berilish tartibi yoki bo'lmasa qaysi boshqa dori vositalari bor, boshqa og'iz orqali ichiladigan qaymoq dorilar deydi. Qaymoq dori deydi. O'shalardan qanday ustunligi bor? Aynan shu dorini deydigan bo'lsak. To'xtang, yana bitta savol sizga.
Men mana veterinarlar bilan ko'p yuribman. Ko'p dorilar bir xiliga 1%, bir xiliga 10%, bir xiliga 99%, bir xiliga 50% bo'lyapti. Bu 10% nimaga? Bu 10%, ya'ni 100 milligram, ya'ni 100 milligram dori vositasida, dori miqdorida 10% albendazol dori moddasi bor degan ma'noni bildiradi. Foizda 10% dori moddasi bor, ta'sir etuvchi modda. Ta'sir etuvchi moddasi 10%. Endi buni ustunligi 15%, 20%ligi bo'lishi ham mumkin. Xo'p. Ular lekin foiz ko'tarilgan sari hajm kamayadi. Hayvonga berish dozasi bo'ladi-ku, o'sha kamayib boradi. Sababi o'sha foiz yuqori bo'lganligi uchun, ta'sir etuvchi modda foiz yuqori bo'lganligi uchun. Masalan, 100 kiloga 2 gram beradigan bo'lsa, uni masalan 1 gram berish mumkin ekanda. Ha, shunday. Endi buni berilish tartibi ko'pincha bilamiz, veterinariya dorixonalarida tavsiya qilinadi yoki bo'lmasa og'zaki so'rab bir-biriga mash dorini ichirsang yaxshi tavsiya qiladi deydi. Bu qaymoq dorilarni, ya'ni albendazollarni 10 kilogram tirik vaznga 1 millilitr miqdorda beradi odamlar. Ya'ni, misol uchun mana shu hayvonlarimiz hozir o'rtacha 600 kilo deydigan bo'lsak, xo'p, Angus 600 kilo primерно chiqadi, tirik vazn atrofida deydigan bo'lsak, 10 kilogram tirik vaznga 1 millilitr ishlatilsa, u degani 60 gram degani. 10 kiloga 1 bo'lsa, 60 gram deydi. Demak, shpritsda nechta bo'ladi o'shanda? 20 gramli shpritsda ishlasangiz 3 marta berdingiz degani. Endi bunga keladigan bo'lsak, bu 100 kilogram tirik vaznga 7,5 milligram ishlatish foizi. Qoramollar hamda tuyalar uchun. Qoramollar hamda tuyalar uchun, qo'y va echkilar uchun esa 10 kilogram tirik vaznga 0,5 millilitr miqdorida. Misol uchun, hozir 600 kilo hisobladik-a? 100 kilogramiga 7,5 bo'lsa, 600 ga o'shanda 45 gram bo'ladi. 45 gram bo'ladi. 60 gram emas, 45 gram. 100 ga 7,5 bo'lsa, 100 ga 7,5 bo'lsa, 600 ga 45 bo'ladi. Tushunarli. 45. Demak, men har tomonlama yutishim mumkin ekanda, buni oladigan bo'lsak, mana buni oladigan bo'lsangiz, molingiz ko'p. 10 ta molga oldingiz, bir xilga albendazollarni masalan, u 8 ta molga yetishi mumkin. Yoki siz 5 ta molingiz bor, qolganini orttirib boshqa keyin necha marta qilinadi bu? Necha marta beriladi? Buni ham 2 marta beriladi. Berilish tartibi ertalab och qoringa, misol uchun 2 mahal yem yesa bular ertalab kechqurun, ertalab yemini berishdan oldin 1 soat berilgandan keyin 1 soatdan so'ng beriladi. Kami 1 soat. Bo'lmasa 1,5-2 soatgacha och qoringa berish kerak deydi-yu. Och qoringa berish kerak. Och qoringa berish kerak-da. Och qoringa berilsa, buni effekti yaxshi bo'ladi. Effekti chunki ichaklar, oshqozonlar ma'lum bir haliginda tozalanib olinadi-da. Axlat sifatida chiqargandan keyin ozuqa moddasini och qoringa, boyagi gelmentlarga ta'sir yaxshiroq bo'ladi. Tushunarli. O'shani ham bilib olsalaring bo'ladi. Bemalol aptekalardan so'rasalaring bo'ladi, xuddi mana bemalol rasmga olib olib, video davomida qo'yib o'tib ketamiz. Biz iloji boricha orqasini ham aylantirib bemalol o'qib olishlaring mumkin. Agar ko'proq miqdorda kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz, bemalol telefon qilib, egalar bilan gaplashib, bu Jamshidbek ham reklama, ham tavsiya. Ham tavsiya, ham aptekalarda bor. Albendazol aynan shu shakli berish osonroqda buni. Jamshidbek, misol uchun 2 kishi bo'ladigan bo'lsak, tortib turib, shpritsda tortib ichadigan bo'lsa, miqdori kamroq. Aytganimizdek 60 gram ishlatmaysiz, 40 gram, 45 gram atrofida ishlatasiz. 600 kilogram bir xilda vaznda hayvonlarimiz bo'ladigan bo'lsa, shuni o'zini ishlasak, bir marta berishimizga 20 tadan 22 taga molga yetishi mumkin ekan. Yetadi ekan. 1 litri. 1 litri. Agar 10 ta mol boqadigan bo'lsangiz, 1 litr olsangiz 2 marta berishingiz yetadi. 10 kun, kami 10 kun oraliq paftori bilan. Paftori bilan. Tushunarli. Effekt yaxshiroq bo'ladi. 2 marta ishlatsangiz. Ha. 2 marta, chunki ko'p oldilari ham shu qaymoq dori berardik, qo'y mollarga 2 marta ishlatardik. Tushunarli. O'ylaymanki, video foydali bo'ldi, manfaatli bo'ldi. Endi haliga fikr, tavsiya berish bizdan, qabul qilish o'zlaringdan. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Oltin gurgutni beravergan bo'larmidingiz yoki albendazol olib turib ichirgan bo'larmidingiz? Kommentariyaga yozib keting. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.